Bismillah do'stlar. Inshaalloh YouTube uchun bir 20 minutlik video qilamiz hozir. Benana bozori, boshqa bozor, Qashqa bozor hammasini bitta video qilib sizlar uchun. Inshaalloh videodagi kamchiliklarga rozi bo'lasiz. Bu nima ekan aka? Bu nima degan zot aka? Qani syomka qilaylik-chi aka. Nima degan zot ekan bu? Ha? Bedana, oddiy bedana. Oddiy bedanami? Hali bir narsasi oddiy deyishyapti-yu. Italiya. Ha, u Italiya, ona. Italiya qaysi biri? O, nari vaqtlar. Nechi pul qilishdi tog'a? 80 mingdan deyapti buni. Mana shu turishini. Tu idishi bilan. Idishi bilan. 80 mingdan. Sayrovi bor a? Sayrovi bor. Sayrovi bor ekan, 80 ming so'mdan ekan. Italiyasi qaysi Italiya bedani? Bular nechi puldan ekan bular aka? Go'jalar nechi pul opoqi? 50 mingdan. Italiyasi qaysi ekan aka? Assalomu alaykum. Assalom. Andijon sog', 80 ming techmisiz? Ha, ashula Italiya. Bular nechi puldan bular? Italiya. Italiya. Assalomu alaykum. Techmisiz? Ha, Italiyalar ham bor ekan. Lekin joy vobshem zo'r joy. Mana joylar ko'ring. Qush bozorni ham mana shunaqa joyga ko'chirish kerak-da. Sahroda qolib ketgan qush bozori. Bedana idishlar nechi pul ekan bedana idishlar? 50 ming. 50 mingdan. Aka buni oldin qovoqdan yasalamidi? Aka olmaydi bak. Ha? Aromaga e'tibor bo'ling. Qosqon qovoq. Ha, mo'la. Ruchnoy a? Aka telefon nomeringizni aytchi aka. Bedana idishlar kerak bo'lsa telefon qilishadi-da. Aka telefon nomeringizni aytchi. 90 390 9005. Optimga necha pul qilib berasiz buni? Lagina 40 ming qilib beraman. Ha. Lagina Mana 130 ming. Bular 40 mingdan Optimga. Mana Optimga telefon nomerini qoldirdim. Inshaalloh telefon qilaverasizlar. Bular maladoylar shekilli. To'rbuchaylari ham bor ekan-da. O tepaga kallasini uradimi bedan? Ha? O'shaning uchun machalga qilib qo'yilgan-a. Mana yumshoq qilib qo'yilgan ekan, boshini uradigan bo'lsa. Lekin bedanalar sayrab yotibdi. Italiyasi qaysi? Ha aka? Mana shular. Mana shular Italiya ekan mana. Sayrashdan qarang. Bu nechi pul ekan aka? Mana shu 3 million. Ya qimmat ekan-a. Bunisi-chi? Bunisi bu ham Italiyami? 1 million. Bu-chi? Bu 700 ming. Bu-chi? Bu 500 ming. 1 milliondan. Bu nimani hisobiga arzonlayapti? Yo sayrovini hisobiga. Ha. Uni yaxshi sayraydi. Ha, bu birinchida-ya? Telefon nomeringizni nechi aka? Italiya bedana kerak deganlarga. 91 657 88 89 ekan. Akamizga bemalol telefon qilaverasizlar. Toshkentga Italiyadan bir juft chiqazib oling desa chiqarib yuborasiz aka. Marg'ilonda ishi. Marg'ilonda ekan. Akamiz telefon nomerlarini qoldirdi. Mana 50 tadan oshiq Italiya bedanalari bor ekan uyda akamiz. 50 tadan oshiq. Inshaalloh bemalol telefon qilaverasizlar. Aka nomerni qoldirdim. Ha, bu bo'lsa o'zimizdan anqanar ekanlar. Qush bozoriga o'tib bitta qush bozorini video qilaman-da inshaalloh. Keyin videoni tugataman. Bu o'sha eski Tillo bozori. Ha, bu tomon bo'lsa qush bozori. Nima qilyapti?
Alo. Alaykum assalom. Rahmat, tinchmiz? Aha. Ha, hozir bozorda edim. Uyga borib tashlab yuboraman. Xo'p. Mana qush bozoridamiz endi. Qushlarning narxini o'zingiz uchun bilasiz hozir inshaalloh. Valnistilar nechi bo'lib qolibdi? Aka? Donasiga. Maladoylar. Maladoylarni ham yaxshilari ham bor ekan-da, uni spinger yaxshi ekan-a? Ha, ashi spinger chiroyli ekan. Maladoymi? Maladoylar tushdi deyishyapti, aka. Assalomu alaykum. 100 ming deyishyapti. 80 ming bu qol deyishyapti. Yo'q bo'lgan yo'qmi hali? Ha? Maladoylar 100 ming bo'lib qoldi. 110 mingga chiqdi. Ha, boquvchi qimmatroq olaveradi. Ha, shu bozorda inshaalloh. Shular valnistiylar asosan. Aka, mana u nomi nima edi mana qushda? Ha? Aka, nomi nima edi bu? Bu nechi pul bu? Pevchidan nomi? Pevchi nechi pul? 2 million deydi. 2 million? Riskgachi? 200 ga beraman. Riskani 200 ga berman. Sizdan bir amirlar ekan-a? Maladoylarmi bular? Nechi pul bo'lib qoldi? Donasi 80 mingdan bo'lib qoldi. Optimchilar 100 ming olishyapti ekan. Aytishadi bu ish. Xudo davlat. İnşallah. Yarım saatlik video qilaman inshaalloh. Bular. Aka, bular nechi pul ekan aka? Spingerlar, miramirlar bor ekan. Bular Maladoy. 120 ming, 150 ming, 80 ming. Donasimi? Mana qimmatroqmi? Ha, 150 ming. Ha, shu 150 ming ekan spinger. 80 ming. 120 ming. Nimaga 100 ming? Ha, nemis ekan-a? Mana ular 80 mingdan biramir. Yaxshi aka. Yaxshi. Qimmati qandaydir? Marg'ilonda qush qimmatroq Qo'qonga nisbatan. Bular nechi pul ekan Ahmad akalar? Oldim. Nechi pulga oldi? So'rashsangiz menda. Jupa nima? Jupani 100 ming nofilar tayyor-a? Bular nechi pul ekan Karellolar? 450 ming so'm. 450 ming so'm. Jupa. Tayyormi? Ishlagani ham bor. Ishlagani ham bor, ishlamagani ham bor. Ishlagani ham bor, ishlamagani ham bor. Pastliklarchi? Hali ishlamagan. Bular ishlamagan. Bular nechi puldan? Bu ham 450. Bu ham 450. Telefon nomeringiz nechi? 94lik 583 77 87 Karello zarur bo'lsa telefon qilaverasizda. Mana akamizda Karellolar bor ekan inshaalloh. Aka, telefon qilishadi. Gaplashamiz. O, radojnilar nechi pul ekan, radojnilar? 400 ming deyapti. Mana radojnida ajratmoqchi bo'layotgan insonlar uchun mana shunisi toza qanotroq, bilan toza emas. Lekin mana qanotida dog'i bor mana unisi. Unisini kir qanot deb qo'yadi mana. Qanotlarida dog'i bor. Akamiz 400 ming baho aytyaptilar. Akamizda bolali qushlar bor ekan. Bolali qushlar nechi pul ekan aka? Aslida nechta bolasi bor? Modasi ham o'ziga o'xshagan ekan-a? Modasi ko'k. Nechi pulga ketdi shu?
Eshigini bekitdim. 500 dan ketdi. Sekin ochinchi mikrofon. Qani bor, bana. Mana. Qarang, spingerlar chiqaribdi-yu, haligi modalab turgan bolasi ekan-da. O modasi anu ekan. 5 ta bolasi bilan 500 ga ketdi. Zo'r berib, sorzon bo'lib. Dehqon. Dehqon akamiz mana. Yana bolaliklar bor ekan-a. Amadinkalar-chi mana ular, yaponlar. 250 mingdan. Bu qafas so'raganlar ko'p bo'lyapti aka. Bu nechta pul bo'lyapti bu qafas aka? Aka buni 170 mingdan sotyapti, 60 ga 40. 60 ga 40. O'rtacha bo'linadi hozir. Ha, o'shaning uchun qimmat. Ha, o'shani hisobiga. Ha, bo'linmaydigani-chi? Bo'linmaydi, hozir tuyab qoldi, uni 160 ming sotdi. 160 ming. Lekin unda ikkita garmoshka bo'ladi, unda 4 ta garmoshka, suvdonlik. Ha, 4 ta. Ha, unda ikkita bo'ladi. Keyin uni o'rtasi katta ochiladi, gnezdo kiradi. O'rtasi katta ochiladi. 160 dan sotdingiz. Aka 160 dan yana olib kelib beraverasizmi? Xohlasak kesaga olib kelamiz, o'zi adam yo'q. Kesaga olib kelamiz. Telefon nomeringiz necha? Qafas ko'pchilik so'rayapti mana. 91 aka. 91lik. Necha? 163. 91lik 163. 60 ga 40 mana qafaslar, bu o'rtasi bo'linmaydi. Ha? 0352 akamizga telefon qilaverasizlar. 60 ga 40 qafaslar. O'rtasi bo'linmaydigani 160 dan olib kelib beryaptilar ekan. Bo'linadiganini 170 dedingizmi? 170 dan sotilibdi mana. Buni 4 ta idishi bor, narigini 2 ta idishi bor, lekin nariginga gnezdo ichiga kiradi, katta ochiladi eshigi. Hozir bitta bo'lsa ko'rsataman. Telefon qilaverasizlar akamizga inshaalloh. O'rnida. Assalomu alaykum. İnşallah. Amadinkalar mana, papugaylar. Valnisiylar nechi pul bo'lib qoldi aka tayyora? Bular 150 mi? 250. Yana ko'tarilib qopti. Bular ham. Ha. Biroz ko'tarilibdi yani. Ha, shu oq modami oq? Narmi? Voy. Modasi nechi pul qora qana? Sho'ri bor ekan-a. Mana u ham nar ekan-a. Yaxshi moda bo'lsa olib qo'yaveramiz. Mana spingerlarda babichkasi nechi pul ekan endi babichka? 700 kam. Kami nechi pul? 450 bo'ladimi? 500 ga berasizmi? Ishlaganmi? Yo'q. Ishlamaganmi? Bering 500 ga. Baraka. 550. Men bilasizku, oxiriga olib borib so'rayman, baraka. 500 baraka. 30 desangiz 30. 30 sizga desangiz. O'tda. Mana 500 ga oldik. Nar lesving, moda zeleный. Inshaalloh narga qiziqib oldim. Moda unchalik qiziq emas. Nar lesving. Ularni Texaslarga juplasak ham bo'laveradi inshaalloh. Bo'ldi. O'tdi menga qo'yib. Shu olishni ham o'rganinglar-da, sekin-sekin inshaalloh. Mana shu spinger nima ekan, mana shu modami? Voy. Nech pul ekan o'sha? 180 ming. Bir o'zi, ha? Bir o'zi 180. Ya mana juplab qo'yganlaringizni aytingchi. 500 hammasimi? Hammasi 500 mingdan. Mana qarang. Spinger, kulrang 500 ming. Ladujniy spinger aralashgan 500 ming. Mana spinger 500 ming. Hakka ham 500 mingmi? Yo'q, bular 300 ming. Bu 300 ming bu ham, ha? Bular 350 ming so'm, 300 ming ekan, bular 500 ming so'mdan ekan. Ana ularchi aka? Akamiz ko'ryapsizlar mana. O'nuchi aka? Aka, nima edi uni perkuring? Nech pul u?
Jupa 250 dollardan ekan perforiylar. Ishlagan, bola bergan deyaptilar. Narxlarni inshaalloh sizlar uchun sekin video qilib bolaveraman. Amadinchalar 100 ming so'm bo'lyapti. Bular nech pul ekan bular? Og'a bu katta qushlar nech pul? Bir yarim million. Bunisi-chi? Ha? Bunisi ham 1,5 million. Mana o'qishingizchi? O radujnichi, radujni kirqanot. Kirqanot 250 ming so'm. Bular nech pul? 350 mingdan chiqdi. Kecha kun sizni ko'rganingiz Sishanba bozoriga boribman. Yo'q ekansiz. Sizni ko'raman deb bordim. Ashetta gullab yashnatyapti akam. Borsam yo'qsiz. Ikkitami qushburish bor ekan, ikkitami, uchta. Ha? Kengaytirib rivojlantiringlar bu. Andijonga bordi. Shakni aytishing. Sharxon. Andijonga bordi. Seshanba bozoriga. Kishi qush sotyapti dedingiz, qush oz ekan berdi. Siz nima so'raysiz ko'rdingmi? Sharxon. Sharxon bozorga ordingiz. Sharxon Seshanba bozori degan bozor bor ekan. Ishda yuribsiz ko'rdingiz. Mana bolajonni ham haqqiga duo qilib qo'yinglar. Oti nima bu bolani? Muhammad Safo. YouTube'da ko'rasiz. Muhammad Safo YouTube'ga qo'yamiz. Muhammad Safo ayvaq qo'ying. Muhammad Safo. Oy. Bobo. Bobo. Mana Muhammad Safo, qarang. Ko'zlari moviy ko'z ekan. Mana shu qush nech pul mana shu? 600 mingdan. Nimaga men sotolmayapman-ku galadinglarni. Mana ularchi. Bular ham 600 ming. 400 mingdan desam ham olishmayapti-ku mendan. Bu qushni Internetda sotyapsizlar, juplab bor ekan. Uni kimdan ekan uni? Ani 16 juft sotolmayapman. Xaridori yo'qmi? Bor. Optimga 400 dan oladigan bormi? Tuxum bosib yotibdi, tuxumlari bor ichida. Mana shunaqa svetlari bor mana. Oq boshdirkanmi? Lutinadirgani, lutinalari bor. Mana akamiz 600 ming, 500 ming deyaptilar mana. Bularni ham bu 600 ming, bu qimmatroq ekan. Ichida maskasi ham bor. Ha, mendagilarda 400 mingdan desam olmayapti. 400 mingdan Optimga. Tuxumlari bor, ginizdo, pinizdolari bilan berib yuboramiz. Alaykum assalom. Kechmisiz? Yaxshimisiz? Bo'ldi aka. Mana. Maskalar. Bular 400. Bu nima degani? Lutina. Lutina bu. Tayyor. Karelloiz nech pul? Karello aka 400 ming. 400 ming. Aha. Akani mayli telefon nomerlarini qoldiraman. Ko'p qushlari bor ekan. Necha telefon nomeringiz? 93lik 730 730 60 70. 60 70 telefon qilaverasizlar. Akani joylari Farg'onada. Ha? Farg'onada. Farg'ona qushlar. Qushlar zo'abzo'r. Bu YouTube'ga bo'ladi, YouTube'ga. YouTube uchun bo'lyapti-da video. Nima endi ani double bileklarni sulab ketganlari, double bileklarni urushga qatnashganlari nech pul? Qani? Bilek festi o'rtacha svetlari. Bilek festi o'rtacha svetlari nech pul? 170? Maladoy-ku. Yo'q, Bu-chi double bileklar, maladoylar. 160 dan. Maladoylar. Fransuzdan chiqyaptimi bular? O'nular endi past bo'lyaptimi?
Uni hali donga tushmasdan olib chiqyapsiz, u tumshuqlar qorayib yotibdi. Pulga kirsa bo'ldi. Ha? Pulga kirsa bo'ldi. Bozorda shunaqa narsa, bozorda olasiz, javobgarligi bo'lmaydi. Uydan olsangiz javobgarlik bo'ladi. Ana shunisiga e'tibor bering. Jicha qimmatroq bo'ladi-yu uyda, lekin javobgarlik bo'ladi-da. Qaysini? Uni. O modami uni? Uni. Yo'q paratasi. Mashallah deydi. Siz so'kkan bo'lib qolyapsiz. Yo'q. Bu maladoymi? Sizlik keraman. Ha, maladoy. Qoni boshqa. Maşallah deb qo'ying ko'rganda. Bu uchalmaydi bu, ha? Ha, uchalmaydi. Yerda yuradi, o'rmalar. Nechi pul bu? 1 millionga sotildi. Ikkovi 1 millionga sotildi. Maladoy. Bu ishlaydimi? Oldin katta bo'lsa, mo'ng qarang qushda. Qarang. Ishlashi ham shart emas, uyda tursa bo'ldi deyapti. 1 millionga savdo bo'libdi mana. Ana shu mashhur Mirkomil akada. Mirkomil aka, o'yizdan chiqqanmi? Yo'q. Ha? Manakilar uyda turibdi. Toshkentdan olib keldi. Maktabga ketishdilar. Mana chiqqan. Abdulloh rasmiga uyga kelibdi-ya. Shundan chiqqanmi? Oldimi mana? Ha? Oldingizmi? Ulgurmay qolibsiz-da. Ha? 300 mingga olib 1 millionga berib yubordim deyapti mana. 300 mingga olib 1 millionga berib yubordim. To'g'ri aytyapsizmi? Yana 300 mingga olib 1 millionga sotdim deyapti. Lekin 1 millionga ham arzon bo'lsa kerak bu. Uyga kirganda 200 dollardir biza. Betam yo'q. Lekin bu double bileklarni eng o'rtachadan olib chiqsiz, ha? Double bileklar. İki juftami? Ha, buni ichida oladiganini yo'q-ku. Mana uni olsam bo'ladi, mana. Asha bundaqa chiqayotganda olsa bo'ladi. O yerda nardi, shapkali nardi olsa bo'ladi. Mana u nardi olsa bo'ladi. Mana u nardi ham olsa bo'ladi. Bobodan aka kelgansizlar ham kerak. Nardi ko'p ekan. Tanlashdan bilib turibdi. Akangiz bilan Abdullo? Ha, bildim. Bagasiz ukam tanlagan meni tanlayman-da. Ana. Mana ular uzoq yashamaydi. Radujnilar nechta ekan? Radujnilar ulug' ekan. Hadi tog'a. Ye. Tuxumi nima qilyapti? Tovuqqa o'xshab tuxum qo'yib yuboribdi-yu bu. 600 mi? 600 ming ekan. Mirkomil aka qushlarni video qildi. Nomerni qoldiraylikmi? Siz nima ya? Atmetga qildim-ku Instagramdan. Atmetga qildim-ku Instagramdan. Siz 300 ga olib 1000 ga sotasiz, biz olmaymizmi endi? Radujnilar nech pul ekan? Radujnilar 600 ming so'mdan. Qozalari ham bor ekan, kirqanotlari ham bor ekan. Maladoylarni nech pul olyapsiz endi aka? Maladoylar. O'ziga qara. Kelsa, ko'rib oladi. 110 ham olinyapti ekan. 100-110 holatiga qarab olyaptilar maladoylardan akamiz. Maladoy uyingizda bo'lsa holatiga qarab akamiz olaveradilar. Marg'ilon bo'ylab borib kelish bepul. Telefon nomeringiz necha? 90 582 52 94 akamizga telefon qilaverasizlar. Endi mana uchalarni qarang endi. Uchalarni yorib qo'yishibdi. Andijonlik tadbirkor ukalarimiz. Mana
suvenirga olmoqchi bo'lsangiz, tilidan bor ekan. Turidan bor ekan. Mana shu nechi pul turishi mana shu? 35 ming. Olaveraymi? 35 ming. Pulini olib qo'yganman. Amadinkalar bor ekan. Alloh savdolaringga baraka bersin. YouTube'ga bo'lyapti uzunroq video. Hozir kelaman. Ne ona bu bola bozorda yoryapti bu. Ana qarang. Bozorda yoryapti. Bu ruchnoy nechi pul ekan? Bu ham ruchnoy. Bu ham qizil ham ruchnoy. Qizil ham ruchnoy. Bu nechi pul Karella ruchnoy? 500 deyapmiz, kami bor. Bu keyinroq joy bo'lsa uchirsa qaytib keladi-da. Ha? Uchadimi? Yo'q. Bemalol sitara qilib qo'ydik. Sitara qilib qo'yildi. Bu-chi bu? Aleksandrovich 350. 350. Ha. Ha. Razerlarimiz $100 deyapmiz, kami bor. Razerli $100 ekan, kami bor ekan. Ruchnoyga qistor ekan do'stlarimiz uchun. Aka telefon nomeringiz nechi? 94. 94. 836 836 46 46 Bo'ldi, telefon qilishadi. Kaminat qush bozori avjida inshaalloh. Mana. Namanganlik akalarimizdan kelgan mana. Namanganlik akalarimiz. Arg'ilonlik akalarimiz. Qo'qonlik akalarimiz keldi. Ya Rabbimulloh. Mana Namanganlik akalarimizdan katta qushlar. Aka narxlarini aytingchi buni. Narxlarini. Bu 250 ga oxiri, bu-chi? 200 ga, bu-chi? 350 ga, bu-chi? 200. Nomini ham aytib keting. Razella Rubin. Razella Rubin nechi pul? 250. Bu-chi? Krasniy Razella. Krasniy Razella 200. Slivi Galava. Slivi Galava nechi pul? 350. 350. Ajreli. Anjirelli 200. Razella 250. Razella 250. Ajreli. Ajreli. İşlagan İşlagan pas. 250. Bularchi? Jupi 500 dan. Bu tomonlar endi boshqasi, ana. Aka telefon nomeringiz nechi? Akamiz Namangandan keldilar. 97lik. 146 43 telefon qilaverasizlar. İnşallah 28 minut bo'libdi. 30 minutlik video qilamiz inshaalloh. Keyin tugatamiz. Maşallah. Manu nima degan qush demakki. Qushlar zo'r aka. YouTube'da ham, Instagram'da ham. Bu. Ani oq tovuq nechi pul? Oq tovuq. 5 ming. Gapiradi Ruchnoy. Aka, bitta mashinani qafasga solib qo'yibsiz-a? Kakadu degani shumi? Rabochiy farami? Endi 11 yosh, 8 yosh. Endi jup tushadi. Endi uchta hisob. Bu necha yoshda ishlaydi? Denka qilinganmi? Qilingan ayol erkak. Ayol erkak, aniq denka qilingan. Qor aka. Anular sizdan emasmi ish qiling? Qor aka, hamma yo'q dabdalasini chiqarar ekansiz-da. Qor aka. Katta qush sotadiganlar katta qush sotmay qo'yar ekan, double bilek sotadiganlar double bilek sotmay qo'yar ekanda. Harakat qilyapsiz oyog'ini osmondan qilish. Bu jakoyimiz-chi? Yoshlarga $800 deyapti akam.
Necha yosh ekan? 14 yosh ekan. Narmi, modami? Erkak. Mana kakadu necha pul qilib berasiz oxiri? 5 ming. 3,5 ming qilishdi. 3,5 mingga berilmabdi. Kakaduni qarang. Ruchnoy. Uchib ketmaydi. Hech qaraylik, oyida desinmi? Tashqari. Cho'chiydi. Subhanalloh. Mashalloh deb qo'yasiz, qarang. Mashalloh deb qo'ying, yana oyoq uzatib olmasin. Qor aka, odamlar ba'zilar ko'zi borda bitta dog'dalar. Ishlamaydi, ha? Uyga, yosh bolalarga o'ynagani. Telefonda o'rniga. O'g'lingiz bilan birga o'ynayveradi. Robinzonda ham mana shu o'ynagan. Toshkentlik akalarimiz mana bolalarga o'yinchoq nima oxtaryapti o'zi mana kakaduni otbog'idan. Olasiz ikkovini oling, olasiz bittasini oling. Donalar sotaverasiz. Jup sotasiz. Siz ham bilasiz. Nima qilish. Qoraga telefon nomeringizni qoldiraylik bo'pti. 90 786 38 38. Telefon qilaverasizlar inshaalloh. Kakaduni o'ta yeriga. Qanoti nima qilingan? Qirqib qo'yildi. Mana qushingiz ham bor edi. Bu maladoy. 2,5 yosh maladoy. Keyin anova nima edi? Loriket ham bor. Ishlagan pari. Bemalol telefon qilaverasizlar qor akamizga. Telefon nomerini qoldirdim qor aka. Bu narmikin? Nech pul ekan? Assalomu alaykum. Yo'q, narda o'zi nech pul? U jubbasi-ku. Bola olib chiqqan bunga. Mana shu pati chiqadi desam, bittasi aytdiki, bu ham bitta kasallik dedi. Nima deysiz siz shunga? Shunaqa pati to'kiladigan gribboy kasallik bormi aka? Shunaqa bor deysiz. Jupi nech pul? Narda o'zi? Mana ularchi, bilak kesmi bular? Aka bilak keslar nech pul ekan? 200. Jupi. Anonschi, double ham bor ekan-ku. Donasimi? 1,5 million double bilak. Shapkali moda. Qani? Modasini o'zini eshib bilakan buni aka. Shapkani. Ha, o'zini ham. Nari endi jicha. Jicha yosh ekan-da. Aka. Bo'lak veslar tashlayapti. Ha. Jupi 1,5 million. 1 millionga bo'ladimi? $100 oxiri. Bu ishlamagan endi kelyapti yoshiga. Nabillarni nech pul qilib berasiz? 200. Ikkita nar, ikkita moda ekan, ha? Do'stlar 34 minut bo'ldi. Inshaalloh syomkani to'xtatamiz. Jak uzun bo'lib ketyapti YouTube uchun. Inshaalloh YouTube'ga kirib bemalol ko'raverasizlar. Namanganlik akalarimiz qushlariga ulgurmadik, Andijonlik akalarimiz qushlarini syomka qilishga ulgurmadik. Kakadu uchun telefon qilaverasizlar, Jako uchun ham telefon qilaverasizlar inshaalloh. Videodagi kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Assalomu alaykum.